Assalamu alaykum hörmətli televizor köýçüler. Dunya Uyghur Qurultiyi to'g'ri televiziyesi kündilik xəvərlər proqramımızga xoş geldinglar. Men Hidayat Musacan. Bugün 3. ayının 15. günü döşənbə. Həmminglarning mush vaqtda xeyrlik bolsun. Aziz ko'rurmanlar, tövəndə bugünkü xəvərlər proqramımızın təfsilatını huzurunuza sunmoqchimiz. Diqqət bilan anlag'aysizlar. Bugün Yani 15 mart günü chet ellardagi bütün Sharq Turkistonliklarning diqqat e'tibori Avstraliya parlamentiga markazlashgan bo'lib, mustaqil parlament a'zosi Rex Patrick apandim tarafidan mustabid Xitoy hokimiyatining Sharq Turkistonning Uyg'urlarni asos qilgan yerlik xalqiga qarata yurgizayotgan jinoiy qilmishlarni irqiy qirg'inchilik deb qabul qilish haqida sungan qaror loyihasi bugun Avstraliya parlamentida rasmiy muzokaraga qo'yilgan edi. Bu tarixiy kun munosabati bilan bugun atiganda Avstraliyaning har qaysi rayonlarida yashayotgan yuzlagan Sharq Turkistonliklar poytaxt Kamberradagi parlament binosi oldidagi maydonga to'planib, mustabid kommunist Xitoy hokimiyatining Uyg'urlar ustidan rahimsizlarcha yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligiga qattiq norozilik bildirish bilan birga Avstraliya parlamentidan Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi haqidagi qaror loyihasini rasmiy yuzda ma'qullashni talab qilishdi. Bugungi namoyish Avstraliyada Xitoyga qarshi aktiv faoliyat ilib berayotgan butun Uyg'ur tashkilotlarining hamkorligi ostida birlikda uyushtirilgan bo'lib, fidokor qarindoshlarimiz yuzlarcha, hatto minglarcha kilometrlik masofani besib mashina va avtobuslar bilan kecha yo'l yurib, atiganda Sydney, Victoria va Avstraliyaning boshqa joylaridan poytaxt Kamberradagi parlament binosi oldiga to'plangan edi. Namoyishchilar qo'shini charchash va uyqusizlikqa qaramasdan ko'tarangi ruh va shijoat bilan mustabid Xitoy hokimiyatiga qarshi jaronglik shuor to'lishib parlament binosi oldidagi maydonni larziga keltirdi. Bir qism parlament a'zolarining, parlamentning xizmatchi xodimlarining va yerlik ommaning to'p-to'p bo'lib Uyg'ur namoyishchilar sepiga qo'shilishi bilan namoyish maydoni insonlarga to'lib tashdi. Garchi mazkur qaror loyihasi bugun parlamentdagi Liberal partiyasi bilan Emgakchilar partiyasining ba'zi texniklik masalalarni sabab ko'rsatib qarshi turishi bilan rasmiy ovozga qo'yilmagan bo'lsa-mu, ammo xabarlardan ma'lum bo'lishicha Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi haqidagi qaror loyihasining yangilangan nusxasi oldimizdagi haftalarda yana qayta Avstraliya parlamentida ovozga qo'yiladi. Rex Patrick, Rick qatorliq ko'plagan parlament a'zolarining namoyishga bevosita qatnashi va namoyishda qilgan so'zlarida Uyg'ur irqiy qirg'inchilik qarori parlamentning rasmiy ma'qulligidan o'tmaguncha o'zlarining bu jihatda ilib berayotgan xizmat va tirishchanliklarini aslo to'xtatib qo'ymaydiganligini ta'kidlashi Uyg'ur namoyishchilarga ozroq bo'lsa-mu tasalli bo'ldi. Namoyishda parlament a'zolaridan boshqa yana har qaysi siyosiy partiyalarning vakillari, Avstraliyadagi kishilik huquq va ommaviy tashkilotlarning mas'ullari bas-basda so'z elib, Xitoyning Uyg'urlar ustidan yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligini va boshqa zo'ravonlik qilmishlarini qattiq ayblash bilan birga, Avstraliya parlamentining Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi haqida xuddi Kanada va Gollandiya parlamentlaridek rasmiy qaror qabul qilinishining jiddiy bir insoniy va vijdoniy masala ekanligini ta'kidlashdi. Bu qitimqi namoyishni uyushtirgan Uyg'ur tashkilotlarining rahbarlari namoyish jarayonida qilgan so'zlarida Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi haqida Avstraliya parlamentiga qaror loyihasi hozirlab sungan senator Rex Patrick apandimga va bu taklif loyihasini qo'llayotgan butun parlament a'zolariga Sharq Turkiston xalqi nomidan rahmat aytish bilan birga Uyg'ur qirg'inchiligi qarorining hamon bir kuni Avstraliya parlamentida qabul qilinadiganligiga bo'lgan ishonchlarni ifoda qilishdi. Namoyishda yana Dunya Uyg'ur Qurultiyining raisi Dolqun Aysa apandimning namoyishchilarimizga yo'llagan salom va minnatdorlik xati o'qib o'tildi. Xatda mundaq deyilgan: Assalomu alaykum Avstraliyadagi vatanparvar, jangovar, fidokor qarindoshlar. Sizlar bugun vatan ichida irqiy qirg'inchilikka uchrayotgan Xitoyning qorong'u zindonlarida, dahshatli jazo lagerlarida va majburiy emgak maydonlarida jon talishayotgan millionlagan qarindoshlarimizning ichinishli dod faryodlarini tuyg'uzish va ularning xuddi erkin dunyo xalqlaridek zulmdan mustasno holda erkin va hur yashash huquqini qo'lga keltirishdek ulug'vor maqsad bilan minglarcha, yuzlarcha kilometrlik masofani besib Adelaide, Sydney, Victoria va Avstraliyaning boshqa joylaridan Kamberradagi parlament binosiga oldiga kelib to'plandinglar. Hormag'aysizlar. Men Dunya Uyg'ur Qurultiyiga vakolatan Avstraliyaning har qaysi joylaridan kech-kunduz yo'l yurib bu maydonga to'plangan barliq fidokor, g'ururlik, imonlik, vijdonlik qarindoshlarimizga cho'nqur hurmatimni va rahmatimni bildiraman. Shundaqla bugungi bu tarixiy ahamiyatga ega zo'r ko'lamlik birlashma namoyishni tashkillagan Avstraliyadagi butun Uyg'ur tashkilotlarimizga va siyosiy faoliyatchilarimizga alohida minnatdorligimni bildiraman. Undan boshqa yana Avstraliyada Uyg'urlar masalasiga ega chiqqan va Uyg'urlarga hissdoshlik qilib kelayotgan parlament va hukumat a'zolariga, har qaysi kishilik huquq tashkilotlariga, Avstraliya xalqiga, shundaqli Xitoyning Uyg'urlarga yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligini dunyoga fosh qilishda intayin muhim rol o'ynab kelgan tadqiqot organlariga va ularning jasur tadqiqotchilariga butun Sharq Turkiston xalqi nomidan cheksiz minnatdorlik bildiraman.
Demokratiya və kişilik hüququnun asaslıq bayraqdarlarının biri bo'lib kelgan Avstraliya parlamentining muhojiratdagi qarindoshlarimizni söyündürdigan, vatan ichida chidg'usiz zulmlarga uchrayotgan mazlum xalqimizning azobini yengillatishga va Xitoyning xalqimizga qaratgan irqiy qirg'inchiligini to'sib qilishga turtki bo'ladigan ijobiy qarorlarni ilishiga butun qalbimizdan tilakdoshlik bildiramiz. Amerikaning Birleşken Devletler Teşkilatı'da turuşluq vekili Mark Kasayri 12 mart Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hüquq Kengişining yig'inida qilgan so'zida Xitoyning etnik va diniy asonlik millatlarni xo'rlash, jumladan Sharqi Turkistondagi Uyg'urlarga qarata insoniyatga qarshi jinoyat va irqiy qirg'inchilik sodir qilish bilan aybladi. Shuningdek, yana Xitoyning Tibetlarga qattiq cheklama qo'yganligini tanqidladi. Bu Amerika vakilining tunji qitim Xitoyni Birleşken Devletler Teşkilatı'da Uyg'urlarga irqiy qirg'inchilik qilish bilan ayblashidir. Reuters agentligining xabar qilishicha Mark Kasayri Birleşken Devletler Teşkilatı yig'inida mundaq degan: Biz Xitoyning Xinjiangdagi etnik va diniy asonlik millatlarga qarata ilib borgan insoniyatga qarshi turish jinoyati va irqiy qirg'inchilikni o'z ichiga olgan xo'rlashlarini, shuningdek Tibetdagi qattiq cheklamalarni ayblaymiz. Yig'inda yana Angliyaning Birleşken Devletler Teşkilatı'dagi vakili Julian Bersuyt Sharqi Turkistonda yuz berayotgan keng ko'lamlik va sistemalik kishilik huquq dafsandichiliklardan andisha qilayotganligini bildirib, biz Xinjiangdagi keng ko'lamlik va sistemalik kishilik huquq dafsandichiliklaridan, jumladan majburiy emgak va majburiy tug'ut kontrolligiga doir ishonchlik dokladlardan qattiq andisha qilyapmiz degan. Reuters'ning aytishicha, Xitoyning Janvada turishliq elchisi Chin Shu yuqorqi so'zlarga raddiya qaytarib, kishilik huquqni siyosiylashtirishga qarshi turadiganligini bildirgan, ammo Uyg'ur masalasini tilga olmagan. Buning oldida Xitoy o'zini Qashqarlik dehqon deb tanishtirgan Ranagul Xudobadi ismli bir yosh Uyg'ur ayolni Birleşken Devletler Teşkilatı yig'inida so'zlatgan. Bu ayol o'zining 3 farzandi borligini, bolalarining haqsiz ma'arifdan bahramon bo'layotganligini qayd qilib, Xitoyning Sharqi Turkistondagi planliq tug'ut va assimilyatsiya siyosatini oqlagan edi. Xitoy hukumati bundan ilgari chaqirilgan Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hüquq Kengashining yig'inlarida Sharqi Turkistondagi ba'zi Uyg'ur qo'rchoq amaldorlarni Uyg'urlarning vakili sifatida so'zlatish orqali Xitoyning Sharqi Turkistondagi jinoiy qilmishlarini oqlashga urinib kelgan edi. Yevropa İttifaqı Sharqi Turkistondagi kishilik huquq dafsandichiligiga ishtirok qilgan 4 nafar Xitoy amaldori bilan bir apparatini jazolashni qaror qildi. Wall Street jurnali gazetining xabar qilishicha, mazkur jazolash tadbirlari sayohat cheklamasi, mol mulkini to'ntish qatorliqlarni o'z ichiga oladi ekan. Bu Yevropa İttifaqıning 1989-yili Tiananmen voqeasidan buyon tunji qitim Xitoy amaldorlariga embargo qo'yishi bo'lib hisoblanadi. Wall Street jurnalining qayd qilishicha, Yevropa İttifaqıning yuqori darajalik amaldori bir haftadak muzokara elib berish orqali 11 mart Xitoy amaldorlariga embargo yurgizish to'g'risida o'rtaq fikr hosil qilgan. Xabarda embargo tadbirlarining sayohat cheklamasi, mol mulkini to'ntish qatorliqlarni o'z ichiga oladiganligini bildirgan. Növbətdə Yevropa İttifaqıning Sharqi Turkistondagi qaysi Xitoy amaldorlarini va qaysi apparatini jazolaydiganligi ma'lum emas. Wall Street jurnalining aytishicha, bu qaror Yevropa İttifaqı Tashqi ishlar ministrligining bu oyning oxirlarida o'tkaziladigan yig'inda rasmiy imzolanishi kerak ekan. Xabarda ko'rsatilishicha, embargo tizimlikidagi shaxslarning ismi embargo qarori rasmiy imzolangandan keyin e'lon qilinadi. Aqsarayning bayonotchisi Jinsaki Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi masalasining bu hafta Amerikaning Alyaska shtatida Xitoy bilan o'tkaziladigan suhbatdagi muzokara temalarining biri ekanligini bildirgan. Jinsaki Aqsarayning 11 mart kunidagi qarorlik axborot yig'inida "Men Uyg'ur musulmonlariga qaratilgan irqiy qirg'inchilikni hal qilishning kelar hafta Xitoy bilan o'tkaziladigan bevosita suhbatdagi muzokara temalarining biri ekanligini bilaman" degan. Amerika Tashqi ishlar ministri Antony Blinken bilan Jek Sullivan Xitoy Kompartiyasi Markaziy komiteti siyosiy bürosining tashqi ishlarga mas'ul a'zosi Yang Jiechi va tashqi ishlar ministri Wang Yi bilan 18 mart Alyaska shtatida suhbat o'tkazdi. Bu ikki taraf yuqori darajalik amaldorlarning 2020-yili 7-oydan beri tunji qitim uchrashishidir. Aqsarayning bayonotchisi Jinsaki yana mundaq degan: Albatta biz Amerikaning boshqa sheriklari bilan hamkorlashib, Uyg'urlar masalasida Xitoyga texmo besim ishlatish yo'lini izlaymiz. Biz shundaqla yana bu masalani bevosita o'ttirg'a qo'yamiz. Bu kelar haftaki suhbatning bir temasi bo'ladi. Dunya Uyghur Qurultiyining raisi Dolqun Aysa, Qurultiyining islom ellərdəki xizmətlərə məsul rais vəkili Turğuncan Alavudin və Qurultiyi fondining müdiri Abducelil Ahmed əpəndilərdən təşkil tapqan Qurultiyi heyəti 14 mart günü Germaniyaning Münxen şəhərindən Avstriyaning paytaxtı Viyanaga yetib berib, Avstriyadagi Türk savdo sanoatchilarining vakillari va Avstriyadagi bir qism Türk tashkilotlarining mas'ullari bilan keng doirada ko'rishib, ularga mustabid kommunist Xitoy hokimiyatining Sharqi Turkiston xalqi ustidan rahimsizlikcha yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligi va boshqa jinoiy qilmishlari haqida tafsiliy ma'lumot berish bilan birga, ularni o'zlari bilan qandosh ham dindosh bo'lgan Uyg'ur xalqiga moddiy va ma'naviy jihatdan yordam berishga,
Şundaqlı Türkiyədəki münasibətləri və təsirdən faydalanıb Türkiyə hökumətinin Uyğurlar uçurayotgan irqi qırğınçılıqni tosub qilish üçün Xitayğa qarşı ciddi hərəkətə ötüşüge haydakçılıq qilishga chaqirdi. Avstriya Uyghur cəmiyyətinin rəisi Mevlan Dilşat və cəmiyyətin dini işlərin məsul xadimi Abdug'ufur əpəndiləmi Dolqun Eysa əpəndim başçılığındakı Qurultayyi heyətinin Viyanadakı fəaliyyətlərə həmrah olub birgə qatnaşdı. Avstriyadagi Türk savdo sanoatchilarining vakillari Qurultayyi heyəti bilan ko'rishish jarayonida o'zlarining Sharq Turkiston xalqiga va chet ellarda ilib berayotgan Uyg'ur milliy harakatiga bo'lgan yuksak darajadagi qo'llashini ifoda qilish bilan birga Dunya Uyg'ur Qurultiyining bevosita iltimosi bilan o'tgan yili 9-oyda Londonda qurilgan va bu yil 6-oyda o'zining tunji sotini chaqirishga hozirlanayotgan Xalqaro Uyg'ur sud kollegiyasiga iqtisodiy jihatdan yordamda bo'ladiganliklarini bildirishdi. Dolqun Eysa əpəndim bu qitimqi Avstriya səfəri jarayonida yana Yevropadagi turklar orasida kuchli ta'sirga ega bo'lgan Avstriya kündiliki televiziyesi kanali bilan Avstriya yo'l boshlag'uvchi kanalining maxsus ziyoratini ayrim holda qabul qilib, ularga Sharq Turkiston va Uyg'urlarning navbatdagi jiddiy vaziyati haqida tafsiliy tushuncha berish bilan birga chet ellarda, jumladan Yevropada yashayotgan barliq turk qarindoshlarimizni va turk tashkilotlarini Uyg'ur qarindoshlariga yanada kuchli shaklda ega chiqishga chaqirdi. Dolqun Eysa əpəndim programı jarayonida Dunya Uyg'ur Qurultiyining Turkiya hukumatidan kutadigan talablari haqida to'xtalib, Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi haqida g'arb ellari tarafidan orqa-orqadan maxsus qarorlar qabul qilinayotgan bugungi kunda Turkiya hukumatining bu vaqtda texnicha sukut qilib turayotganligidan qattiq afsuslanish tuyganligini ifoda qilish bilan birga, Turkiya hukumati va Turkiya parlamentini g'arb ellarining bu jasur harakatidan ulgi ilib, Xitoyning Uyg'urlarga yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligi haqida keskin qarorlarni ilishga dalolat qildi. Xitoy hokimiyetining Uyg'urlarga yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligi sababli 2022-yillik o'tkaziladigan Beijing qishliq olimpik yig'inini boykot qilish cho'qonlari toza avjiga chiqqan bir paytda Xalqaro Olimpik komitetining bu cho'qonlarga quliqini yopirib olib, 10-martdan 12-martgacha maxsus Beijing qishliq olimpik yig'ini haqida muxbirlarni kutib olish va muhokama yig'ini o'tkazishi xalqaro kishilik huquq tashkilotlarining, shundaqla Uyg'ur, Tibet va Hong Kong tashkilotlarining kuchli noroziligini qo'zg'adi. Buningga javoban Dunya Uyg'ur Qurultiyi, Hong Kongliklar tashkiloti, Erkin Tibet harakati, Uyg'ur harakati tashkiloti qatorliq 10 necha tashkilot birlikda Xalqaro Olimpik komitetining yuqorqi yig'ini chaqirilayotgan o'xshash kunlarda Olimpik musobaqasi emas irqiy qirg'inchilik musobaqasi va 2022-yili Beijingda Olimpik o'tkazishga bo'lmaydi degan temalarda 3 kunlik muhokama yig'ini chaqirdi. Yig'inda Olimpik komitetining aloqador nizomnomalari va Olimpik ruhiga doir ko'plagan xalqaro ahdnomalar qaytadan aslab o'tilib, Xitoy hukumatining 2022-yildagi qishliq Olimpik musobaqasi o'tkazishiga ruxsat qilishning g'oyat zo'r tarixiy xatolik bo'ladiganligi har taraflama nuqtalardan sharhlandi. Mazkur yig'inning muxbirlar bilan o'tkazilgan yepiq bo'limida dunyoga tonilgan 20 necha axborot vositasining muxbirlariga Xitoyning navbatdagi kishilik huquq tafsandachiliklari, Uyg'urlar ustidan yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligi va siyosiy bostirish qilmishlarining eng yangi ahvoli tunishtirildi. Hamda mushunda qatma-qat jinoyat va qirg'inchilik qilmishiga javobgar bo'lishga tegishli bir davlatni olimpik musobaqasiga sohibxonlik qilishga tanlashning bakmo xato bir qaror bo'ladiganligi haqida tushuncha berildi. Shundaqla har qaysi muxbirlarning 2022-yildagi Beijing qishliq olimpik musobaqasi haqidagi savollarga javob berildi. Bu qitimqi 3 kunlik yig'inga Dunya Uyg'ur Qurultiyiga vakolatan qatnashgan Zumratay Erkin xonim yig'in qatnashuvchilariga mustabid kommunist Xitoy hokimiyatining Uyg'urlar ustidan yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligi va bostirish siyosatining umumiy ahvoli va yangi yuzlanishi haqida tafsiliy ma'lumot va tushuncha berish bilan birga, shu qadar xo'rliq, zulm va qirg'inchilikni eng yuqori pallaga chiqarayotgan Xitoy hukumatining iqtisodiy vosita orqali har sohaning og'zini to'qlab kelayotganligini, Dunya Uyg'ur Qurultiyining Xalqaro Olimpik komitetining munosabatli xodimlari bilan bu to'g'riliq maxsus so'zlashganda ularning yo'qolan bahonalar bilan bu masaladan o'zlarini ilib qochib kelganligini ta'kidlab o'tdi. Uyg'ur, Tibet, Hong Kong vakillari yig'inda qilgan so'zlarida yana Xitoy hukumatining 2008-yili Olimpik musobaqasi o'tkazishdan ilgari dunyoga kishilik huquq, demokratiya va qonun davlati bo'lish haqida ko'plagan va'dalarni berganligini, ammo bugungi kunda uning bu va'dasiga qilcha amal qilmay dunyoni oldiganligining oshkora bo'lganligini, Xitoy hukumatining navbatda qilayotganlarining ayni vaqtda natsistlar Germaniyasining 1936-yili Berlinda Olimpik musobaqasi o'tkazgandan keyin qirg'inchilik qilganligidek tarixning qayta takrorlanishi ekanligini eskartib o'tish bilan birga, Xalqaro Olimpik komiteti haqqoniyatni himoya qilishi lozim. Ilgarigi xatolikni qayta takrorlashga bo'lmaydi. Hamda uyg'onmasa ular qachon uyg'onadi deb savol qo'ydi. Ma'lum bo'lishicha bu qitimliq yig'inning xotirasi Xalqaro Olimpik komitetiga, shuningdek har qaysi hukumatlarga yo'llab beriladi. Hörmətli televizor köyücülər, yuqorida Dunya Uyg'ur Qurultiyi to'g'ri televiziyasi kündəlik xəvərlər proqrammisida diqqətinizə sunduq. Keyin qitimliq proqrammimizni ko'rishaylik. Ko'rishgacha omon bo'lgaysizlar. Xayr xo'sh.